Assalomu alaykum aziz YouTube tomoshabinlari. Demak 3 metrga 1 o'yinlik tentli prinsipimiz Toshkent viloyatiga tayyor bo'ldi. Xo'p, birinchi navbatda bu prinsipimiz baqot holatda tayyorlandi. Tentlar yopib berildi. Oldlariga 8 lik shviler, 6 lik shviler ramasi. Ramasiga 4 qator shviler ketgan. Tag qismidan boshlasak, tag qismi demak 4 qator shviler, bu yoqda 2 qator, bu yoqda 2 qator bo'ldi. Xo'p. Osaramiz turba, epka stupita razval olinadi. Mana epka stupita 3 burchak bo'ladi. Epka stupita razval olinadi. 6 qatordan risor bo'ldi, amortizator qo'yildi. Prinsipimiz o'ta ideal holatda tayyor bo'ldi. Balonlar bir-biriga mos kelish holatini qaranglar mana. Bir-biriga tiniq mos kelgan. Ana endi kirlarga kelayotgan bo'lsak, kirlarimiz alohida tema. Demak, bu kirlarimiz ustiga bemalol 200 kg, 300 kg yukni qo'yib, bog'lab turib ketsangizlar ham, bu shamolga uchib ketib, unaqa kirlardan emas. Men hozir chiqmoqchiman, lekin kir qilib qo'yaman buni ustiga. Qanday toza turibdi. Mana bu yerda mana tagiga narsa qo'yilgan, mana bu yerda ham tagiga narsa qo'yilgan, mana bu to'g'risi ham tagiga narsa qo'yilgan. Agar tagiga narsa qo'ymagan holatda ham bemalol bitta odamni ko'tarardi. 300 kg ko'tarmasdi. Hozir mana shu holatiga bemalol xohlagancha yukni ko'taradi. Balon holatlarimizga bitta e'tibor berasizlar. Yangi balon absolyutni pop. Ana endi tentlarimiz 450 grammlik qattiq tentlardan bo'ldi. Oldlariga fortishkalari bo'ldi mana bunday. Tentimizga to'xtalayotgan bo'lsak, mana tepasiga bemalol iplari bor, bog'lab qo'ysangiz bilan, pastiga lipochkasi bor. Unga yopishtirib qo'ysangiz bilan qishki kuni. Kesilishiga bitta e'tibor berasiz. Kesilishlari, demak, tekis kesilmadi, sababi keyin yirtilib sutrab ketishi mumkin. Dumaloq qilib kesib olingan, bu narsa sutramaydi. Ko'rishingiz mumkin. Chiroyli bo'ldi. Yonlari qaytishlari ham har bir choki, demak, alohida tikib chiqilgan mana. Har bitta choki alohida tikib chiqilgan. Tentimiz o'ta ideal tikilgan. Ana endi reshatka holatimizni bitta ko'ringlar. Mana reshatka holatimiz. Nechta qator profil tashiganmiz? Tepasiga 1, 2, 3, 4, 5, 6 qator profil. Ayni orqa yopilishlari. Mana. Orqasi mana shu fortishkasi, mana shu holatda turadi mana. Mana ipchasi bor, tepasiga mana bunga qotadi. Mana. Tag qismi shu holatda turadi. Ichi ko'rinishi mana. Profillarni qalinligiga e'tibor berasizlar. Umuman mayda qo'y-qo'zi bemalol qo'lim ketyapti. Qo'y-qo'zi bemalol ketadi. Yo'llari qalinlik bo'ldi. Yo'llari taglari ham qalinlik bo'ldi, absolyutni. Fortishkalarni ochib, mazza qilib ketsa bo'laveradi. Mana bu yerga kurjok qo'yayotganda, kurjok taq-toq qilib, tez sinib ketib qolgani uchun o'zimizni, demak, kolxozni qilib turib boltkekalik qildik. Mana armatura 2 tomon vart qilganmiz. Bu taq-toq ovoz hech qanday ortiqcha shovqindan himoya qiladi anchagina. Bu yerlarga ham xuddi shunday qilib berdik. Kimga mana shunday idealni prinsip kerak bo'lsa, mana umumiy ko'rinishini bitta katta yo'lga qo'yaman. Mana telefon raqamlarimiz 8804477171. Ko'rib turibsiz, anchagina mehnat qilingan, shunga yarasha pul ketgan. Narxi 17 millionga chiqdi prinsipimiz. Egalari hech qanday talashib tortishmaganlar uchun ichida 2 qator profilni o'zimiz shunday egalariga aytmasdan qo'yib berdik. Sababi arava yana ham baquvvat bo'ldi. Keyin shu tortishmaganlar uchun stupitsa обязательно yangi bo'ldi. Akam telefon qilganlarida eng yaxshisini ayt deganlarda biz yaxshisini miyamizda tasavvur qilib turib narxini aytganmiz. O'sha tasavvurimiz bo'yicha arava yasaldi. Agar narxiga talashib yana tushiraverganlarida, so'shin mana bunday yangi stupitsa bo'lmasdi. Mana bunday 2 qator qo'shib bermasdik. Mana bu profillarda qalinligi ham 2-2. Bukilishidan o'zi ko'rinib turibdi. Qancha qalin bo'lsa bukilishi qiyin bo'ladi, dumaloqroq bo'ladi. 2-2 profillardan bo'ldi ustlari. Oldlariga 8 lik shviler qo'yib berdik. Bu ancha mustahkamlikni oshiradi. 20 yil, 25 yil, 30 yil bemalol xizmat qiladi. Aravamiz nasib bo'lsa. Ostlariga bitta e'tibor berasizlar.
ahamiyatli tomoni bor. Oslari turba bo'lgan, stupitsa turbani ichiga kirgizganmiz. Orasiga shayba tashla, gayka tashla, unaqa narsalar bo'lmagan. Stupitsa ichiga kiritilgan. Xullas turbani ichiga stupitsa kiritilgan. Kimga mana shunday sifatli prinsiplar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqinglar. Endi kimdir arzon, mana bu yerda arzon, ana bu yerda arzon, bunaqasi arzon, unaqasi arzon deydi. Xo'p, 6,5 milliondan boshlab prinsip chiqarib bera olaman. Parkoplar bo'lsa 6 milliondan boshlab prinsip chiqarib bera olaman. O'sha sizlar aytgandek bo'ladi. Lekin sizlar xohlagan sifat bo'lmaydi. 6 million so'mdan boshlab prinsip chiqarib bera olaman. Mana bu 17 millionlik prinsip, bu prinsip puliga 3 ta aravosiz bilan o'shanaqa, lekin bu prinsipda ishini hayotga qila olmaydi. Bu prinsip sizga yuk bo'ladi. Mana bu prinsip sizga haqiqatan pul topib beradi, sizni og'iringizni yengil qiladi. Sifatli, haqiqiy mehnat ketgan. Bu yerda reklama emas, faqat mehnat ketgan. Kimga xo'p shunday prinsiplar kerak bo'lsa, zo'ridan kerak bo'lsa, haqiqatan ham aloqaga chiqinglar. Biz sizga eng zo'rini tavsiya beramiz, qilib beramiz, yasab beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar. Qarshi avto prinsipga obuna bo'lib qo'yinglar.